Assalomu alaykum YouTube qatnashchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Endi bizlar sumalak tayyorlamoqchimiz. Bugun sizlarga sumalak uchun bug'doy undirish yoki bug'doy ko'kartirishni ko'rsatmoqchimiz. Endi o'zimizdan albatta sumalak tayyorlaymiz. Buning uchun avval endi bizlar 4 kilogram bug'doy oldik. Bug'doyimiz ham o'zimiz Lissabonda yashaymiz, lekin bug'doyimiz Buxorodan kelgan. Endi bug'doyni avval yaxshilab ichida boyagi begona o'tlarni urug'i bo'lishi mumkin, tosh bo'lishi mumkin ichida. Uni yaxshilab avval terib, qildan o'tkazasizlar. Keyin buni tozalabgina yuvib, 3 martami, 4 martami, necha marta bo'lsa ham shu toza bo'lguncha yaxshilab yuvasizlar, bir kattagina bir laganchada. Keyin buni bir sutka suvni ichiga botirib qo'yasizlar. Buni tozalabgina yuvdik. Endi buni laganchaga kattaroqgina mana idishga solib, suvni to'ldiribgina qo'ydik. Bu 24 soat suvni ichida albatta shunday turadi. Mana suv to'ldirib, endi erta xudo xolasa buni olib yoyamiz. Yoyish jarayonini albatta sizlarga ko'rsatamiz. Mana bug'doyimiz ham bir sutka suvni ichiga turdi. Endi suvni buni bo'shatib, mana shu stolning ustiga, mana shu uyimiz endi ortiqcha hech kim kirmaydi. Bu nimalarni ham yopib, derazalarni ham mahkamlab yopib qorong'i qilamiz. Mana shu yerda yoyamiz. Mana bug'doyni yaxshilab 1 santimetr qalinlikda yoyib oldik. Endi xudo xolasa kuniga 2 marta sharoitga qarab 3 marta ham suv sepamiz xudo xolasa. Bir 4 kunga 5 kunlarga tayyorlashimiz kerak. Dasturxonni namgina qilib yopsa yana yaxshi. Bug'doyni yoyganimizga 2 kun to'ldi. Unib chiqibdi. Bugun 2-kun to'ldi. Bir kun o'tgan surat nimada ololmadik. Kuniga 3 mahaldan suv sepayapman. Suvni uncha ham sovuq emas, suvni salgina suvni ilitib sepayapman. Mana bug'doyimizni yoyganimizga bugun 3 kun to'ldi. Xudoy mehribon. Yana erta bir kun o'tsa tayyor bo'ladi. 5-kun xudo xolasa sumalakni solamiz. Ertaga xudo xolasa ko'rsatamiz. Tomir oldi. 3 kunga tomirladi. Allah barakasını versinler Allah'ım. Mana bug'doylarimiz ham 5 kun bo'ldi. 5 kunga tayyor bo'ldi. Yaxshigina o'sib chiqdi. Mana qanday oppoq. Bugun endi uzamiz. Alloh mehribon. Bugun sumalak qilishni boshlaymiz. Mana bu bug'doyimiz 3 kilogram, 4 kilogram mo'ljallagan edik. 1 kilogram shu yerni bug'doydan oldik. Mana bu Ruskiy magazindan borib oldik. U alohida uni qo'ydik, u neshlamadi, u kurtak chiqarmadi. Keyin uni nima qilmadik? Bu 3 kilogram O'zbekistonning Buxoroning bug'doyi. Bu yaxshi, mana neshlab, yaxshi undi, bu yaxshi o'sib chiqdi. Bu yerni bug'doyi, bu yerdan Ruskiy magazindan oldik, endi bilmadim o'risnikimi yoki shu yerni bug'doyimi endi u lekin ko'karmadi. Endi bu 3 kilogram bug'doyimiz bu bir. Endi bu 1 kilogramiga 2,5 kilogram un uramizmi? Endi bug'doyga ham qaraysizlarda, endi bug'doy ham har xil bo'ladi. Sumalak uchun bu qizil bug'doy bor, u sumalak qilardilar shu oldindan. Har qaysi bug'doy ham yaxshi shira bermaydi. Ba'zida oqroq bug'doylar uncha shirasi past bo'ladi. 2 kilogram urishlaring ham mumkin. Endi bug'doy farq qiladi. Oldin bug'doylar qip-qizil, katta qizil bug'doylar bor edi. 4 kilogramgacha un urardik 1 kilogramiga. Endi hozir bug'doylar ham shirasi past bo'lgan ko'p bug'doylarni. Yangi bir sortli bug'doylar chiqdi. Endi hosildorligi yaxshi. Ba'zi bir afzalliklari bor-da, lekin shirasi ozroq past. Shuning uchun
Bu 3 kilogram uradıyken, 4 kilogram uradıyken de unga uncha ishonmanglar. Shu 2,5 kilogram, 1 kilosiga 2,5 kilogram un urutsalaring bo'ladi, aralashtirsalaring. Mana impurshut. İlan shirin shirin. Bo'ladi. Buğdoylarni ham aparatdan o'tkazdik. Bir maydalab berdi. Bu aparat juda ham yaxshi ekan. Marta bu setkadan o'tkazdik, ikkinchi marta mana bu kichik setkadan o'tkazyapmiz. Mana birinchisi undan o'tkazyapmiz. Unisini ham ko'rsating o'tkazganlarni. İkincisiga mana bu kichik ko'zli sirkadan o'tkazyapmiz. Juda ham yaxshi bo'ldi. Oson yo'li ekan, juda ham oson yo'li. Buxoro bug'doyi O'zbekiston, Lisabonda. O'zbekiston bug'doyi Lisabonda. Bugun sumalak qilamiz. Xudoning mehriban, Allohim xohlasalar. Ajoyib, oson yo'li. Sizlar ham shu nima bilan qilsalaring juda ham yaxshi. Ham mayda o'tkazadi ekan. Bunga mesorobkadan 2 marta o'tkaz, 3 marta o'tkaz qilib yotardik. Bu 1 martaga ham bo'laveradi. 1 martaga butun nima ezib, maydalab, sokini yaxshilab o'rib beryapti. Ana shu aparat sok qiladigan aparat juda ham yaxshi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Mana bugun sumalak tayyorlashni boshladik. Buxoroning bug'doyidan Lisabonda sumalak. Mana Alloh mehribon shu bugunni nasib ayladilar. Bugun sumalakni tayyorlashni boshladik. Endi birinchi bunga bir is chiqaramiz avval. Yog'ni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, ya pir ustozlar, hozir yog'ni qizdiramiz. Bir chalpak pishirib olamiz, biz is chiqaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sumalakni albatta avval chalpak pishirasiz. Bu qadimiy urf-odatlarimiz, bu momolarimizdan qolgan. Bu urf-odatlar. Bugun havo yaxshi, yomg'ir yo'q, 2 oy yomg'ir ham o'zi tinmadi. Navro'z Ramazon oyiga to'g'ri keldi. Alloh mehribon. Mana bugun taqdir qildilar. Albatta Allohimga ming marta shukrlar aytib bugun sumalakni boshladik. Ana sumalaklarimizni ham solayapmiz. Endi uni aralashtiramiz. Unisini ham olib keling, unisini ham. Mana bug'doylarni ham kraxmalni ajratib oldik. Sumalakni tayyorlaymiz. Unda kelay. Sumalakimizni ham qaynadi, qaynab qoldi. İçiga yong'oqlar soldik. Faqat tosh topolmadik. Qanaqa tosh topolmadik. Bu yerda toshlar ham bir xarsang toshga o'xshagan ekan. Tosh topolmadik.
sumalagimiz ham tayyor bo'ldi. 6 soat qaynatdik. Qaynab chiqqandan keyin 6 soat yana qaynatdik. Endi bizlar endi ko'p turishga ham bega vaqtimiz yo'q, chunki bu shahar chetiga bir joyga chiqib, buni endi sumalakni soldik. Endi bu yerda hovli emas. Endi baribir Allohga shukr, shu yerda ham mana sumalakni tayyorladik. Sumalakimiz juda ham yaxshi chiqdi, juda ham shirin. Endi chunki bu O'zbekistonning bug'doyi. Allohga behisob shukr. Endi hozir bir faslgina ustini damlab qo'yamiz. Shu bilan endi ketamiz uyimizga. Yaxshi sumalakni yaxshi tayyorladik. Yana ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Kanalimizga albatta obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin. Bitta like ham bosib qo'yinglar. Agar nima bo'lsa bitta kommentariy yozish ham eslaringdan chiqmasin. Yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishaylik ilohim. Shu bilan xayr, tan jonlaring sog' bo'lsin.